o'zim xohlagan feelingni oxiriga borib hech qanaqa turda ololmadim. Keyin rosa xafa ham bo'lib ketganman-da, hayotdan xafa ketasan. Baribir topaman, biror narsa bo'lishi kerak, sabab bo'lishi kerak, yashayotgan sabab bo'lishi kerak deb turib, shu sababdan Germaniyaga do'stlarim bilan kelishni tanlaganman. Va stairsdan chiqayotganimizda siz tepadan kutib olganda sizni tepadan voy keldinglarmi deb turib nima kulib turib nima qilganda kutib olgan. Shunda bunday ko'rib turib yillardan beri bilgan odamni oldiga kelganday bo'lganman. Hatto ota-onamdan ham unaqa his olmaganman-da. Shuncha o'sha qadar samimiy qilishim bilan men shu narsani o'zimasham. Men uchun shu hayot ideal ekan. Boshqa yashagan hayotim umuman hech narsaga chiqib qolgan. Asha moment, birinchi momentda просто ko'rishidan o'zimda kucha olib turib kutib oladik. Ashinisidan ko'rib turib umuman boshqalarga umuman o'xshamagan insonligini ashadda ko'rdim. Ustoz sizni yuragingizga qayerdan kirgan? Birinchi rost so'z bilan kirgan. Meni o'zimni tanishimda, qobiliyatlarimni tanishimda, ularni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirishimda har doim yonimga tushib olib, ustozlik degan qadrlarni qilgan, mendan hech qachon umid uzmagan. Yaxshiliklar, sevgi, umid topib bera olgan pozitiv taraflari bilan meni ichimga kirib olgan ustoz. En sevdiğin şey? Ich finde, dass Stuhl ein sehr netter Mensch ist und ich bin froh, dich kennenzulernen haben. Und danke, dass du mich überall mitgenommen hast und du bist ein herzlicher Mensch. Ustozda eng havas qilgan sifatingiz? Havas qilgan sifatim ustozni haqiqatchiligi. Har doim birorta narsa ishongan narsasiga oxirigacha turib, oxirigacha kurashish. Mükemmellik, yani işte başlattı, oxirgi dog yetkazmay yaratmish harakati. What's the difference between Ustaz and other adults, Rami? He's very creative and hopeful. She's more truthful than other adults. What do you like about Ustaz, Zahra? I like how she's very funny in her own way. Ustaz sizga bergan eng qimmatli narsa? Beminnat, cheksiz mehr. Tarbiya. Ali abi, ablam senin gözünde neden bu kadar özel? Allah'ım senin gözünde neden bu kadar özel? Bu kadar yükü, bu kadar insanın sorumluluğunu bir başına taşıyan bir insan olduğu için çok özel bir insan. Bu kadar insana bu kadar çok sevgi verebilen bir insan olduğu için özel bir insan. Bu kadar insana hiçbirini ayırt etmeden, kendi çocuklarından daha aşağı görmeden sevebilen bir insan olduğu için bu kadar özel. Yaşanması gereken kaderi var. Onu yaşadığı için bu kadar özel. Bu muhitga bitta so'z bilan ta'rif berilgan. O'ziga tortuvchan. Jamoa. Yordagi sevgi. Ishonch. To'g'ri tarbiya. Birlik. Manadagi muhitdan eng chuqur his qiladigan hissingiz? Eng chuqur his qiladigan ishonch, bilimlik. Mehr, muhabbat, motivatsiya his qilamiz, olamiz motivatsiya. Siz orqali biz boshqa bir insonga nisbatan bunchalik hurmat, muhabbat va itoatni his qila olamiz. Siz bizga kerak bo'lganda orqamizda tog'dek tik turishingiz, g'amsizlikda ko'rmagan ibratni eslatishingiz, qo'rqqanimizda jasoratni ko'rsatishingiz, hissizlikda jon keltirishingiz, mehrga chanqovligimizda mehr berishingiz, umidsizligimizda yangi kun boshlovchi quyosh bo'lishingiz, qorong'umizda oydek qayta porlatishingiz
va eng muhimi, bizdagi eng katta bir bo'shliqni to'ldirib turishingiz. Bizni sizga doim bog'lab turadi.